Assalomu alaykum hammaga. Biz Turon Metal jamoasining navbatdagi ish kuni. Yo'llarimiz tayyor bo'lyapti. 15 kilovatlik yo'limizning ichki qismi. Bu tayyor holati. Davleniya berib, sinovdan o'tkazilgan. Bunaqa ustini apshipka qilib o'rashga tayyor. 15 kilovatlikdi. Ichki qismi mana bunaqa turbali bo'ladi, bilasizlar. Bu 22 kilovatlik yo'l. Andijon viloyati Asaka tumaniga. Akamiz zakasi bo'yicha tayyor qilingan. Shu kunlarda jo'natamiz. Harakat yo'llarimiz ham tayyor. O'sha miyasi bilan ventilyatorni o'rnatsak bo'ldi. 22, 26 kat yo'llarimizdan tayyorlari bor hozircha. Bu kat yo'limiz endi yangicha bunkerli kat yo'llarimiz. Ulardan ham tayyor bo'lyapti. Mana bu joyda kat yo'llarimizning eshigi tayyorlanyapti mana. Eshik qismlari, ruchkalar, endi oshiq-moshiqlar o'rnatilib, bu joydan eshiklarimiz tayyor bo'lib, bu tomonga o'tiladi. Bu tomonga o'tgandan keyin bu joyda eshiklariga qora kraska sepilib, keyin mana bunday apshipkalar o'raladi. Ichiga mineralni vatadan qo'yib, apshipkalari qotiriladi. Xudo xolasa keyin kat yo'llarimiz o'z egalariga chiqib ketadi. Bizda bunaqa garelkalarimiz ham bor. Mana chugunli, lapatkali chugunli garelkalar ham. Retortni aylanib turadigan garelkalarimiz ham bor. 15 kilovat. Nabi ham 15 kilovat. Bu endi yangicha bunkerli kat yo'limiz. Mana bu tayyor bo'lib turgan holati. Bunkerli kat yo'limizda tayyor bo'lib turgan holati. Mana bu yerdan bunker qo'yiladi. Beshikchasidan tozalanadi. Bu 35 kilovatlik Nijniy Garenali kat yo'limiz. Bu ham 35 kilovatlik Nijniy Garena kat yo'l. Bu ham Andijonga Santexnika akamizning zakasi bo'yicha ikkita 35 kat yo'limizni tayyorlab qo'yganmiz Andijonga. Andijon ikkalasi ham bir kishi zakasi qilgan. Bunisi 26 kilovat kat yo'limiz. Mana bu kat yo'limiz. Ichiga suv to'ldirib, davleniya berish o'sha sinov jarayonida. Bu menimcha hozir davleniyasi bormi ichida? Ko'riladi. Ichki qismida menimcha mana shu joylaridan suv qo'ydi. Shuni endi bartaraf qilinadi. Polni tekshirib ko'rilgandan keyin hech qayerdan suv qo'ymasa, keyin bu ham shu eshik qilinadigan joyga topshiriladi. Shunaqa bizda ishlar jadallik bilan ketmoqda. Kat yo'llarimiz ham o'z egalariga ketmoqda. Bular chugun kalasniklarimiz. Shu Cooper Carbo 26 kat yo'lini chuguni bilan bir xil. O'shandan nima olganmiz?
razmer. Shundan razmer olganmiz. Mana bu 26 kilovatlik Nijnigarenalik yo'limiz Farg'ona viloyati Buvayda tumaniga, adashmasam Alqor qishlog'iga jo'nab ketyapti. Dastavka qilib beryapmiz. Ventilyatorlarda hammasiga mana shunaqa narsa qo'yapmiz. Bittaga setkasini olib tashlab, bu setkani olib tashlab turib, mana shunaqa zaslonka deydimi, nima ochib bekitadigan, regulirovka qilinadigan moslama qo'yapmiz. Bu nimaga? Svet o'chgan paytda bu kotyol ko'miri o'chmaydi, o't olov kuchayib ketishi mumkin. Aniq kuchayib ketadi ham. Mana bu setka bo'lsa, chunki bu yerdan yaxshigina havo tortadi bu yerdan. Shuni hisobiga buni regulirovka qilib boshqarish uchun mana shunday narsa qo'ydik. Buni 70-80% joyini yopib, ozgina ochiq qo'ysak, shu yerdan kirgan havoni hisobiga pastroq yonadi. Shu yerdan boshqarish mumkin, xullas. Svet o'chganda shu yerdan kattaroq yoki kichikroq yonishiga qarab boshqarish mumkin. Shuning uchun hamma katyonlarimizga shu ventilyatordan mana shunaqa lapkasi bilan qo'yib beryapmiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar podpisatsiya tugmasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring. Erta bir kun biz kerak bo'lib qolamiz. Shunda bizni topib olishlaring oson bo'ladi. Videoga like bosib, videoni katyol qidirib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.